Qimmatbaho pech, allambalo qoliplar shart emas. Juvada yoymasdan, duxovkaga solmasdan mazali tort tayyorlaymiz. Bitta like bosavering tekinu. Shakar, tuxum, tuzni xohishga ko'ra venchik yoki mikserda yaxshilab aralashtiramiz. Ketidan sut solamiz va albatta elangan kakao bilan elangan unni ham solib, yaxshilab aralashtiramiz. Kamochkalari ketib, silliqqina massa bo'lganda sodani solib, yana yaxshilab aralashtiramiz. 5 osh qoshiqda o'simlik yog'i sovurish ham esingizdan chiqmasin. Massamiz xuddi shu ko'rinishda, xuddi shu suyuqlikda tayyor bo'ladi. Eslatib o'taman, tovani juda ham qizdirib yormang. Teshiklari ko'p bo'lishi umuman shart emas. Muhimi yumshoqqina bo'lsa bo'ldi. Birinchilar menda 15 dona chiqdi. Razmeri bir xil bo'lishi uchun tarelkani qo'yib, avval yarmini, keyin qolganini kesib olamiz. Birinchilar kremsiz ham juda ham mazali, yumshoqqina bo'ladi. Ana endi kremini tayyorlaymiz. Muzdek qaymoq bilan muzdek zg'ushonkani yaxshilab mikser qilamiz. Sizda krem quyuqqina bo'ladi. Qaymoqni krem qilishdan oldin muzdekkina bo'lsin deb morozilkaga qo'ydim. Esimdan chiqib muzlab qoldi. Muzdan erigan qaymoqdan esa krem hech qachon quyilmaydi. Mayli, shunda ham zo'r chiqdi. Xuddi videoda ko'rsatilgandek blinchiklarni kremlab yig'ib chiqamiz. Kremlari qotib 1-2 soatga morozilkaga qo'yib qo'yamiz. Nestle молочный shokoladini eritib, ichiga o'simlik yog'idan solib, birinchi tortda chekkalariga nomiga, keyin esa ustiga yaxshilab surib chiqamiz. Shokoladni xuddi videodagi tekis kesilishini xohlaymiz.